Assalomu alaykum. Hozir sizlarga PDF fayllarni diskga old orqa qanday chiqarishni o'rgatamiz. Bu PDF ma'lumotimizni ochib oldik. Demak, disklarni ko'rib oldik. 10 sekund old orqa chiqarishimiz kerak. Turli shaklda chiqarishni o'rgatamiz ekranda taklif tushsa. Hop, printerimiz 5 ta list qo'yganmiz. Old orqa chiqarish kerak. Keyin 31 30 MF. Tanlaymiz. Ekranda parpar birinchi list. Demak, bu yerda birinchi to'pga necha listlar listni belgilaymiz. Hop, bunda 5 listga aylanib qoldi. Asli pechetga beramiz. Hozir ozgina noodatiy usuli bor. Birinchi listni qo'yib, orqasiga teskari qilib taklab chiqamiz. Demak, listlarni qo'l qabul qilish uchun qo'lni ozgina butib qo'lga olamiz. Yana buyruq beramiz, Ctrl P. Stransiyaga bosib, endi seni stransiyani belgilab chiqamiz. Mana partikani belgilab oldik, bu ham 5 list. Endi buni chiqarishga beramiz. Sizlarga ko'rsatib o'taman, mana to'g'ri chiqardimmi yo'qmi? Solishtirib olamiz. Misol uchun mana birinchi list, part 1, ikkinchi list, part 2. Demak, mana part 1 orqasiga part 2 chiqyapti. Endi buni yana ozgina tartib olsak, teskari tartibda shu bilan chiqargan listlarimiz, ya'ni to'g'ri shaklda mana part 1 orqasiga part 2, keyin 3-chi list orqasiga 4-chi list bo'lib to'g'ri chiqadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Katta rahmat.